Assalomu alaykum, qadrli Shukurlar o'z obunachilari, chorva mol qo'yish ishqibozlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Oqtomir mahallasidamiz. Dehqon akamizda sotiladigan g'unojini bor ekan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshimiz. Charchamay, sizmisiz? Mazza. Ismingiz nima edi akam? Kamoliddin. Kamoliddin aka. Buni nima deymiz endi? Kamoliddin aka qanaqa endi bu yoshlari, bo'g'ozmi, qisirmi, nima desak ekan? Hali yosh. Yosh hali. Hali yosh. Birinchi tug'ishga, xudo xolasa. Birinchi tug'ishga. Bo'g'ozmaga bu nima bu? Borga qo'yib qo'yganmiz, 2 oy bo'ldi. 2 oy qo'yilgan. Qo'yilgan. Mana kelar molimizni holati. Molingiz zo'r ekan akam. Bo'ylari 1.25 plus, xudo xolasa. Birinchi tug'ishga. Buni endi aka hozir tekshirtirmadingiz endi, o'zi qilinmagan a? Narxi qanaqa bo'ladi endi aka? Buni narxini tushtirishga qilib, arzonroq qilib beraveramizmi? Beraveramiz. Bo'g'oz chiqib qolsa aka, yutqizib qo'ymaysizmi axir? Nech pul ekan? Pulini ayting. Aka buni narxini 20 million deyapmiz. 20 million. Yaxshi. Kami bor aka, xudo xolasa. Savdolash san'atiga bog'liq endi aka, xudo xolasa. Undan ham tushib berishingiz mumkin, xudo xolasa kelishaversin bemalol. Tirikchilikdagi akalarimiz ham kelaversin bemalol ekan. Kelaversin. Yashang aka, mana molimiz holati akalar, qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarini olamiz hozir. Bir yetilab aka yurgizib yuboringchi, bir oyoq qo'llarini ham bir ko'rsataylik. Yeb ishlari, sog'liqlari zo'r aka, xudo xolasa. Mana akalar molimiz holati. Kamoliddin endi dastavkani nima deymiz endi dastavkani? Vodi bo'yicha nima qilib Qilib beraverasizmi aka? Qilib beraveramiz. Kelishib qolsak qilib beraveramiz. Mashina topib chiqarib beraverasiz aka. Buni aka bir o'zichining nomeri bor aka. Tekshirtirib qo'yasizmi aka bir kegicha? Tekshirtirib qo'yamiz. Nomerini berib ketaman. Endi siz ham aka misol nima bo'lib qolmayin deyman-da. Yo shu turishga ham gaplashib qo'yaverasiz, telefon qilishsa, kelishib qolsangiz. Kelishib qolsangiz, shu turishga nima? Menimcha akalar yaxshi narx aytishdi, xudo xolasa, shu turishga ham yaxshi. Bo'g'ozga o'xshayapti molimiz. Qonlari chiqib qopti. O'ramay tur endi. Bu o'zizni molingizni bolasiz akami? Dehqonchilik akamizga. Molni ko'rdik akalar. Xo'p, hamma chorvasiga Allohim baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimiz yoqsa albatta like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Akalar ko'pchilik obuna bo'lmay ko'ryapmiz. Obuna bo'lib qo'yinglar akalar, sizlarga shunaqa xudo xolasa zo'rlaridan, dehqonlaridan chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like esdan chiqmasin akalar, like bosib yuboramiz.